Диджей Ферус на моей шейте лайк, подписка, басишь не унутмак. Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Videoni boshida bilib olganingizdek, bugungi video xabarimiz mana shu video panellar to'g'risida bo'ladi. Ustoz o'zlari dalishi nima ma'lumotlar bo'lsa o'zlari ma'lumot berib o'tadilar. Bu panellarni o'zlari polni ustanovka qilib o'rnatganlar. Hozirgi reklama shu to'g'risida bo'ladi. Bizning kanalimizda qoling. Assalomu alaykum DJ Feroz obunachilari. Xo'sh, bugungi videomiz quyosh fotoelektrostansiyasi haqida bo'ladi. Mana biz o'z xonadonimda o'rnatilgan 10 kilovatlik 10 grid sistemani sizlar bilan tanishtirib o'taman. Ushbu sistemamiz davlat seti, ya'ni davlat elektr energiyasi bilan birgalikda ishlaydi. Xo'sh, 10 kilovatlik bu yerda quyosh panellari o'rnatilgan va 12 kilovatlik 10 grid invertorimiz o'rnatilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, bugun qisman bulutli bo'lishiga qaramasdan bugungi ishlagani 27 kilovat soat ishlagan, hali kun botgani yo'q. Bo'z nechtalik bu invertori? Bu invertorimiz 10 kilovatlik. Tuk o'chganda ham ishlaydimi? Tuk Yo'q, bu holat bilan set bilan birgalikda ishlaydi. Sizga ekonom qilib beradi va o'zidan ortganini davlatga sotish imkoniyatini beradi. bular kimlarga tavsiya qilasiz endi bularni qurishni? Bu quyosh fotoelektrostansiyasini har bir xo'jalik, har bir inson o'z xonadoniga qo'yishi mumkin. O'zi ancha tokdan ekonom qiladi va ortiqchasini davlatga sotib, har bir kilovat energiya uchun 1000 so'mdan subsidiya oladi. Mana men o'z xonadonimda shu yil yozida 1,5 million oyga oldim. Hozirgi kunda ham 1 milliondan ziyod ishlab o'tiribdi. Manzilimiz Xumen qishloq, Egamberdiyev Islomjon. Ekran pastdagi raqamlarga qo'rqmasdan qo'ng'iroq qilasiz, batafsil ma'lumotni o'zlaridan olasiz.